Ayal kishi olgandan keyin uyda jim o'ltirsanglar bo'lmamdi. Uyingizdagilarni, bolalarni, ota-onangni endish qildiqcha. Mushundaq deb bersam, nihoyat oz qismdagi bir qism odamlar intayin qo'shib ketishlar, shundaqmi? Endi ikki qiz bolam o'z pitkalatda hozir yo'lga chiqqani 7 kun bo'ldi hozir. To'g'ri, 7 kun. Nerede yo'lga chiqdinglar? Aqso'shtirqandan. Sınır nima? Arzugul. Sınır? Madina. İşkanlar hazır 7 kun ömürsünüz bu oranda mengivatsizlar. Ha. O'zinglardan bir endish qilmadinglarmi? Endi qildik, lekin bizlar bu Japonni yengib chiqdik. Yengib chiqdinglar. Qo'shanliq aylandirdik. Uydagilar qo'shildi. Qo'shildi. Mana japasini bilamsizlar ya? Bilimiz. Bilasizlar? Bilimiz. Hozir Şu borandan keyin havani esilganini biladi. to'g'ri. Yarim soat velosiped minish emas, avtomobil aytsang yerikitimiz tuqqanlar. Bu yerda velosiped qalatda Beijingga borguncha qanchalar qiyinchiliklar uchraydiganini shu o'zi biladi. Yenil deydiganimiz mush qiynalib ketpaga ishlar bekchi qazar. To'g'ri. Unda so'zlarni bek deb ketganimni foydasi yo'q. Lekin o'g'illarning orasidan chiqdi. Oldin qatam Ma'murjon bilan ko'rishdik. Shundaq jafoliq minglatdi. Vatan xalqqa minnatdorlik bo'lmasa, kuchli bo'lgan bir irodasi bo'lmasa, mana safarda davomlashtirish petinolmaydi. Bular bo'lmish qizlarning ichidan chiqib, shundaq mang'ilga biz faxrlansak bo'ldi. Rahmat, rahmat. Mushlarning shu safardan qoqshab qolmay, jopasidan qo'rqib ketmay, oxirgi vaqtgacha davomlashtirib, hammamiz umid qilgan Beijingga berib, bayroq chiqarishga qatnasha olish uchun sizlarning qimmatli bo'lgan, besib qo'yganga ojizlab ketmaydigan yurganlarni faqat besib qo'ysanglar bo'ldi. Bu ishkaylarga joyi qizlar deb besib qo'ysanglar, qanchalik iftiqorlik ichida Beijingda eng tez suratda berib, shu belgilangan vaqtda bayroq chiqarishga qatnashishga irodanglar mustahkam bu. Ha, mustahkam. Uydagilarga deydigan gapinglar bormi? Uydagilar deydigan gapimiz. Eng oldi bilan hozirgidek yaxshi sharoitlarni hozirlab, qanday qiyinchilik bor biz qitqaydek deb oqimizdan shu biz turkdek turayotgan partiya hukumatimiz ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Undan boshqa shu opam dadamlar, ikki opam dadamga bek rahmat aytaman. Bolamni bolam ansirman xotirjam bo'ling. Siz boqqandan yaxshi boqamiz. Eng avval o'zingizning bexatarlikka diqqat qilib, tomoqni vaqtida yeb, tinch aman biz Urumchiga boramagan to'qash Beijingga berib bayroq chiqish qatnashib kelgan bu sharafli kechda yo'g'sagan ikki opam dadamga bek rahmat aytaman. Undan boshqa shu aqamda menga ham yurak bo'layotgan shu yo'ldoshimga bek rahmat aytaman. Undan boshqa acham men bilan tang yig'ilsam tang yig'lab, kulsam tang kulib, mening yenimdan bir qadam ayrilgan achamga bek rahmat aytaman. Undan boshqa sizlarga yaxshi do'stlarim, turdoshlarim, meni yurak yaqinimiz qo'llayotgan, qanday qiyinchilik va deyotgan hammanglarga ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Sizlarcha yurak so'zlar bordi. Yig'lab ketdi, hozir bu ham deb qisasa. Shunda qilamdi. Safar bek tez. To'g'ri. Eng muhimi qo'llab yonlatib qoldi. Ash mehrlik yurganlarni beslasanglar, davomli shundaq jasarati bor, o'zining irodasi bor. Qizlarimiz davomli biz o'ylamagan yerdan chiqib, bizni hayron qoldirdi tuqqanlar. Qo'linglarga ko'pdan ko'p rahmat, yurak kesishni unutmayman.